Assalomu alaykum barchaga. Bugun sanamiz 12-may kuni bo'ldi, 2025-yil. Hozir men bog'imdagi chetdan kirib kelgan yangi navlarni ko'rsatib. Mana bu navimiz Preobrazение degan nav. Mana hali gullagani yo'q. Bu yangi navlar juda hosildorligi yuqori ekan. O'zimizning mahalliy navlarga qaraganda juda serhosil. Bitta nodada ikkitadan hosil qilgan. Barchasi biz buni bittasini qaychida olib tashlaymiz. Mana ikkita chiqargan. Birinchisi bu, ikkinchisi. Kishmish velis. Juda serhosil. Hosildorligi juda yuqori ekan. Bunaqa hosil beradigan serhosil o'zimni ko'rmaganman men hali mana. G'oralarni hali gullamasdan turib shunaqa g'ij mana bitta nodada mana shuncha hosil bitta nodadan chiqqan. Mana shuning bari bitta nodada. Biz buni kamaytiramiz albatta. Ko'chatimiz yosh hali. Buni yetkazib olmaydi mana. Hosil qarang. Juda serhosil. Hosillar. Erta pishar kishmish.